بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم aziz birodarlar, xabaringiz bor, bir necha oylardan beri Toshkent viloyati Toshkent tumani Hazrat Bilol jome masjidi tomonidan mahallalarimizda qiynalgan, muhtoj bo'lgan xonadonlardan xabar olishlik maqsadida xayriya karvonini tashkil qilganmiz. Mana shu xayriya karvonimiz har oyning 10-sanasida mana shu muhtoj bo'lgan, ehtiyojmand bo'lgan xonadonlarga yetkaziladi inshaallohul karim. Shuning uchun mana shu oyning 10-sanasida xayriya karvonimiz safarga chiqadi inshaallohul karim. Albatta undan keyingi haftalarga yurtimizga, butun musulmon olamiga sizni bizlar intizor bo'lib kutgan oy Ramazoni sharif tashrif buyuradi. Muhtoj bo'lgan xonadonlarimizga mana shu qilgan ehsonlaringiz kirib boradigan bo'lsa, inshaalloh ular iftorliklarida, saharliklarida siz bergan ehsonlarni tanovul qilib, haqlaringizga inshaalloh duolarda mustahkam turadi. Shuning uchun birodarlar, ulug'larimizning bir so'zlari bor. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimki Allohning yo'lida ehson qiladigan bo'lsa, Alloh taoloning rahmatiga o'sha inson sazovor bo'ladi dedilar. Qarang, Allohning rahmatiga sazovor bo'lishlik eng oliy baxt yozdilar. Qarang, Alloh rozi bo'lsa sizdan, butun olamlarning Robbisi sizdan rozi bo'lsa, bu oliy baxt-ku birodarlar. Kelinglar, mana shu baxtga muyassar bo'lishni xohlaydigan bo'lsak, ehsonlarda mustahkam turaylik, bir yoqadan bosh chiqaraylik va bir-birlarimizni qo'llab-quvvatlab, hayotlik chog'imizda, tiriklik chog'imizda ehsonlarni ko'paytiradigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo sohibi ehsonlarimizdan o'zi rozi bo'lsin va hammalarini Alloh taolo qalblaridagi o'ylagan eng yaxshi niyatlarga o'zi yetkazsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar qilingan ehsonlarni qabul qilgin, hammalarini o'ylagan yaxshi niyatlarga o'zing yetkazgin. Bu xonadonlarga ham Alloh taolo Qur'oni Karimning nurini, barokatini yog'dirib, xonadon ahllarini hammalarini o'ylagan yaxshi niyatlarga o'zing yetkazgin. Rahmatka ya arhamar.